Sardor Umirzoqovlar yordam beradi. Bahsga start berildi. Mana endi long pass. Hujum markazi tomon. Uzoqdan zarba ko'rishimiz mumkin. Zarba yo'llandi, xavfli chiqdi, ammo darvozagacha aniq bormadi bu zarba. Jarima maydonchasi tomon uzatma, xavfli vaziyat, Xorazmda imkoniyat, pas zarba va ustunga to'p tegib qaytyapti, ammo davom etadi hujum. Mash'al safida shu sababli g'uzorlik futbolchi to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Mana boyagi epizod. Leri zarba yo'llaganda uzatmani Elzia Lovan amalga oshirib berganda Mash'al qarshi hujumga chiqishi mumkin edi, ammo to'p qolyapti Xorazmda. Xavfli vaziyat, imkoniyat, zarba ko'ramizmi? Zarba, darvozabon yaxshi o'ynadi bu epizodda Dostonbek To'xtaboyev. Mana takror vaziyat namoyish etib berilyapti. Ilk Mag'rorovda, Ismoilovda bittadan gol bor. Shuningdek, Lovanda bitta assist, yaxshi imkon ustiga kelyapti. Vlatko imkoniyat, zarba, xavfli, ammo to'p darvozaga aniq bormadi. Vlatko Stoyanovskiy vaziyat yaratyapti. Bu epizodda uzatma ham yaxshi chiqdi. Oldingi chiziqqa uzatma. Chidikov, Vlatko. Xavfli vaziyat, uzoqdan zarba, xavfli, darvozabon to'pni egallab oldi. Mana Nuriddin Nuriddinov olis masofadan zarba yo'llab ko'rgan. Ilk ochkosini qo'lga kiritishi mumkin. Bu safar qisqa masofaga uzatma amalga oshirildi. Vlatko jarima maydonchasi tomon pas, xavfli, yaxshi, aniq chiqdi mana bunisi, lekin himoyachilar ham ishonchli o'ynashda davom etmoqda. Muborakliklarning hujumi. Sunnatulloh Hamijonov o'tkazib yuboryapti, zarba yo'llandi va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yaxshi vaziyat yuzaga kelganda Nuriddin Nuriddinov o'tib ketgandi Hamijonovdan. Ko'ramiz endi qay darajada o'zgarar ekan Xorazmning hozir taktik sxemasi. Qoida buzilibdi. O'yin mobaynida Akobir Xo'ja Shukurullayev ruxsat berdi. Vlatkodan zarba, darvozabon to'pni egallab olyapti. Jonli devordan o'tdi to'p. Mana boyagi zarba. Unaqa kuchli chiqmadi-da. Xorazm hujumda. Yaxshi kombinatsiya, xavfli vaziyat, ichkariga pas, zarba, darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib, keyingi zarba himoyachi qutqardi, ammo jarohat yuzaga kelyapti. Darvozabon ortib ketdi ikkinchi bo'limda. Navbahor ularni ta'qib etmoqda. Chap qanot orqali navbatdagi hujum tashkil etilyapti. Ichkariga pas, xavfli vaziyat, imkoniyat Xorazmda. Darvozabon yana to'pni egallab oldi. Yaxshi imkoniyat yuzaga kelgandi. Ammo zarba yo'llay olmadi Bubakar Traore. Bir 1046 nafar muxlis tashrif buyuribdi stadionga. Uzoqdan zarba, xavfli chiqdi, darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yuboryapti. Mana bo'ydor futbolchilar yetib kelishgan. Matiya Rom, Abbos Otaxonov, boshqa futbolchi. Avtogol! Zarba o'zi unchalik kuchli chiqmagandi. Vlatko o'z darvozasiga to'pni to'g'irlab yuboryapti. Xorazm gol urmoqda. Vlatko
Stoyanovskiy zaxiradan o'yinga tushirilgan futbolchi o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ymoqda. Stoyanovskiy o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ydi. Juda oddiy vaziyat. Vladko to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqchi bo'lganda, ammo aksincha o'z darvozasi tomon to'pni yo'naltirib yubordi. Xorazmda zarba muallifi Sunnatulloh Hamidjonov edi, menimcha. Xorazm futbolchilari himoyalanishmoqda va qoida buzildi. Qo'shib berilgan 4 daqiqa ham tugab bo'ldi, do'stlar. Makobirxo'ja Shukrullayev bo'ldi. O'yinni yakunlab beryapti. Xorazm muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Og'ir o'yin Xorazm uchun ham.